Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men bugun sizlarga yangicha metodika tayyorlab keldim. Ya'ni bu metodikamiz maktabgacha yoshdagi bolalarni ham ranglarni, ham raqamlarni ajratishga juda ham katta foyda beradi, ham miyasini rivojlantirishga ham yordam beradi. Bu o'yinimiz sharti shundan iboratki, raqamlar ostida ranglar belgilangan. Buni ham matematikani o'rganishga ham yordam beradi. Misol uchun, pushti rangga qo'shamiz sariqqa, ya'ni bu yerdan topamiz. Pushti rang 6 ga qo'shar ekanmiz, 6 ga qo'shamiz sariqqa 4, ya'ni 10 chiqadi. Va mana bu yerdan ko'k rangini topamiz, ya'ni 10 ni mana shu yerga qo'yamiz. Keling, Muslima siz. Keling, undagi Mohnur tayyorlanib turing. Undan 8 narsa chiqadi. Mana ham bajarib. Hop. 2 ni qo'shamiz 5 bo'ladi. Qora ekan. Qoramiz. Endi mana buni bajarib ko'ringchi Muslima. Bo'ladi. Hop. Bunda qo'shar ekanman. 5. 7 bo'ladi. 7. Hop, mana. Bu metodikamizni ikki xil usulda qo'llasak bo'ladi. Ya'ni ikkinchi usuli, men raqamlarni aytaman va sizlar chiqqan javobni rangini aytasizlar. Bu rangni farqlashga yordam beradi. Misol uchun 2 ga 1 ni qo'shamiz, qaysi rang hosil bo'ladi? Siyoh rang. 5 dan ayrimiz 4 ni. Qaysi rang hosil bo'ladi? Endi hop, ranglarni aytaman, son aytasizlar. Sariqdan ayrimiz siyoh rangni. Yashil.